Zulmning bugungi kunda oiladagi yana bir ko'rinishi, erkaklar ayoli bilan normal yashamaydi. Normal yashamaydi va u ayolning javobini ham bermaydi. Sening boshingga itni kunni solaman deydi. Na qo'yib yuboraman seni deydi. Na javobini beradi, na odamga o'xshab yashaydi. Shunaqalar ko'payib qoldi. Shikoyat juda ko'p. Ayollar u zulm ostida ezilib tamom bo'ldi. Javobini ololmaganidan keyin keta olmaydi. Yoki ketsa ham erga tega olmaydi. U boyagi zolimning nikohida bog'lanib yotibdi. Zanglab. Mana bu ham zulm. Bugungi kundagi ko'zga ko'rinib turgan zulm, nohaqlik. Uning javobi bor. Unday odamlarga qiyomatda og'ir bo'ladi. Ular qiyomatni o'ylamayaptilar. Ular hisob kitob kuniga ishonmayaptilar. Ahvol og'ir bo'ladi. Yashasak odamga o'xshab yashaylik. Vazifalarimizni qilaylik. Yashalmasak qo'ying. Ketsin. Odamga o'xshab yashasin u. Bog'lamang uni. Atayna shunday qilib azoblaydiganlar bor.